Bo'ldi avvalaman hozir aytgan narsangiz. Albatta. Onajon hozir telefon qo'raman. O'zingiz keldingizmi aka? Qayerdaman? Harakatlanmang. Sizni topganimda qorningiz jarohatingiz bor edi. Aka, nima bo'ldi sizga o'zi? Bilmadim. Bir insondan qarzim bor edi. Menga ozgina vaqt berib turing dedim. Qo'qqisdan bilmay qoldim. Menga pichoq bilan hamla qilib qoldi. Kimligini tanishsizlardi? Yo'q, tanimayman. Qarzim borligini bilaman xolos. Yaxshi, qarz olgan odamningizni tanisangiz, o'sha orqali ularni topamiz. Bu qilgan qilmishlariga javob beradi. Men sizga yordam beraman. Aka, ehtiyot bo'ling. Bu odamlar juda xavfli odamlar. Aka, siz xavotir olmang. Bu yog'ini biz hal qilamiz. Nodirbek Mamajonov, o'yin tugadi. Men hali tugatganim yo'q. Sen hali ham tirikmisan? Sarvar aka, ana endi xotirjam yashaysiz bo'ladi. Jarohatga ehtiyot qiling. Hali maskanli inson kim edi? U meni o'zim bir qadrdon akam.